transport nazorat inspeksiyasini o'sha rejadagi nazoratdagi prestatorlarni boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar, ommaviy axborot vosita xodimlari. Qo'llaringizda inspeksiya nazorat va profilaktik tadbirlar doirasida amalga oshirilgan ishlar, huquqbuzarlarga nisbatan qo'llanilgan choralar, erishilgan natijalar press relizda ko'rsatib o'tilgan. Shu bois men yil davomida korrupsiyadan oldini olish va shaffoflikni ta'minlash maqsadida sohani raqamlashtirish, erishilgan natijalar haqida qisqacha to'xtatib o'tmoqchiman. Sizlar yo'lida 4 ta axborot tizimi ishlab chiqildi va ish faoliyatiga yo'l qo'yildi. Quyida inspeksiyada ishlab chiqilgan axborot tizimlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Yo'l qurilish obyektlari ro'yxatga olishdan boshlab foydalanishga qabul qilishgacha nazorat ishlarini barcha jarayonlarni raqamlashtirish maqsadida transport nazorat inspeksiyasini yo'l sifat nazorati axborot tizimi ishlab chiqildi. Mazkur axborot tizimi quyidagi imkoniyatlarga ega. Inspektorlar tomonidan aniqlangan qoidabuzarliklar bo'yicha joyida ko'rsatmalar berish, mamlakatdagi yo'l qurilish jarayonlarini muntazam ravishda kuzatib, qurilish obyektlaridagi buyurtmachi va pudratchilar faoliyatini ustidan davlat nazoratini ta'minlash, ishlar sifatini texnik baholashga, yo'l qurish jarayonida loyiha hujjatlariga qanchalik darajada amal qilinayotganligi ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish va yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha joyida ko'rsatmalar rasmiylashtirish yo'lga qo'yilgan. Ushbu tizim orqali 2024-2025 yillar davomida 4056 ta obyekt va 47 ta buyurtmachi ro'yxatdan o'tkazildi. 1586 ta tekshiruvlar to'g'risida ma'lumotlar tizimga kiritildi va hozirda barcha jarayonlar elektron ko'rinishda amalga oshirilmoqda. Harakatdagi temir yo'l tarkibi va infratuzilmasi obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish axborot tizimi ishlab chiqildi va ishga tushirildi. Tizim yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga integratsiya qilindi. Natijada tadbirkorlik subyektlari uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali o'zlarining harakatdagi temir yo'l tarkibi va infratuzilma obyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish imkoniyati yaratildi. Hozirda axborot tizimi orqali 8292 ta harakatdagi tarkib va infratuzilmasi obyektlari davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha arizalar qabul qilindi va ko'rib chiqildi. Xavf tahlil qilish elektron tizimi ishlab chiqildi. Ushbu tizim orqali tadbirkorlik subyektlarini axborot tizimi orqali xavfi yuqori, xavfi o'rta, xavfi past turlarga ajratish va faqat tizim aniqlab bergan xavfi yuqori tashkilotlar uchun tekshiruvlar tashkillashtirish yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda tizimda umumiy hisobda 2756 ta tadbirkorlik subyektlari to'g'risida ma'lumotlar kiritilgan. Shu bilan birga xavfni tahlil qilish elektron tizimi orqali tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishga qatnashadigan inspeksiya xodimlari inson omili cheklangan holda avtomat tarzda random orqali belgilash amaliyoti yo'lga qo'yildi va yagona davlat nazorat axborot tizimiga integratsiya qilindi. Daryo transport davlat ro'yxatini va texnik ko'rikdan o'tkazish axborot tizimi ishlab chiqildi va sinov tariqasida yo'lga qo'yildi. Ushbu elektron tizim yaratishdan asosiy maqsad quyidagilar: yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli suv transport vositalarini yagona reyestrini yaratish, suv transportida harakat xavfsizligini ta'minlanishini nazorat qilishda raqamlashtirish texnologiyalaridan foydalanish, kema guvohnomasini rasmiylashtirish, kemani qayta ro'yxatdan o'tkazish, tadbirkorlik subyektlari o'zining suv transport masofadan yoki yagona darcha tamoyil asosida ro'yxatdan o'tkazish, ma'lumotning elektron shakli mavjudligi tufayli respublika miqyosida har bir suv transport kesimida har qanday ma'lumotlarni 24/7 xabardor bo'lish. Hozirda tizim orqali daryo transportini davlat ro'yxatidan va texnik ko'rikdan o'tkazish bo'yicha 68 ta arizalar kelib tushdi va arizalar belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Transport nazorati inspeksiyasini korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha raqamlashtirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat.